negativlardan zerikdim. Har safar degustatsiyani o'zingiz qilasiz, semirib ketyapsiz, bizga ham bering, u bu deganlarga bu safar ko'chaga chiqdik. Bu safargi degustatsiyamizni ko'chadagi muxlislarimizdan aniqlaymiz. Assalomu alaykum, opa, mumkinmi? Muzdalifa tortlaridan yeb ko'ring. Yeb baho berasiz. Ha, xohlaganingizni olib. Bu paxlava. Qanaqa ekan? Juda mazali. Qo'llaring dard ko'rmasin. Ishlaringga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Xohlaganingizni. Qanaqa ekan tani? Shunaka, mazali. Qizlar, Muzdalifa shirinligidan yeb ko'ringlar. Oling, yeb ko'ring Muzdalifa shirinligidan. Baho berasiz. Muzdalifa shirinliklaridan yeb ko'ring. Kuzatasizmi? Qanaqa ekan? Vashi zo'r. Rahmat. Rahmat. Nasıl shirin ekan? Bilasizmi o'zi Muzdalifa tortlarini? Bilaman. Sizlarni yaxshi taniyman. Nima deydi? Ha. Ko'ringlar. Bittadan olib. Judayam mazali. Muzdalifaga gap yo'q. Ayniqsa sirli somsalarni muxlisman. Omadingni bersin. Doim shularni zo'r qila olinglar. Rahmat. Muzdalifa tortlarini bilasizmi? Napoleonlarni ko'p. Aka, Muzdalifa shirinliklaridan. Muzdalifa har doim kuzatamiz. Hech ovunmagan ekan. Hozir qo'yamiz. Sog' bo'ling. Muzdalifa shirinligidan yeb ko'ring, bitta qoldi, sizning nasibingiz ekan. Rahmat. Qanaqa? Zo'r, rahmat. Kuzatasizmi Instagramni? Yo'q, Instagram. Podpiska tashlab qo'ying. Bugungi degustatsiyamizni ko'chada qildik. Muxlislarimiz bilan shirinliklarni hammasini tarqatdik, qolmadi. Ular ham xursand, biz ham xursand.